Bu assalomu alaykum barchaga 2026-yil barchaga muborak bo'lsin va hozir Voha kamyonlarga keldim. Bu inson kim deyishinglar mumkin? Bu inson Ishonch Avtoning asoschisi bo'ladi. Mashinalarga, xullas olingan zakalatlarga, xullas butun boshli tizimga javob bergan shaxs shu inson bo'ladi. Akamning qalblariga qo'l solib, hozirlar uchun zo'r bonuslarga ko'ndirib beraman. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Podpischilarga bir bonusni zo'rini qilib bering aka. Bonus qilib beramiz 2026-yil mana boshladik xudo xolasa. Bonus mana shu 6 ta mashinani faqat rasxodini qilib olsin. 11 ta viloyatga bitta pasport bilan keling, so'raysiz, hozir pasport bo'lsin. 11 ta viloyatga qilib beramiz. Faqat rasxodi. Boshqa hech qanaqa pul ketmaydi. Demak, sizga boshlang'ich va oylik to'lovlari arzon narxlarda mashina kerakmi? Bizga murojaat qilavering. Pastda nomerlar qoldiraman. Mabodo telefon qilsanglar, ajdani bo'lsa, nomer o'chiq bo'lsa, ko'tarolmay qolsa, bemalol tashrif buyuring. Manzil, Toshkent shahri, Indeks bozori, F3-blok bo'ladi. Ertalab 9 dan har kuni kechki 22:00 gacha ofisda hoji bo'ladi. Kelaverasizlar, minib ko'rib, ustinglarni olib keltirib, tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldiraman. Shu boya aytganimdek, Voha akamga uchrasanglar, o'zi zo'r bonuslar qilib beradi. Shunaqa. Bonuslarni qilib beramiz.